Ay qizlar, vaqtmi bir yerga berib qapti. Bugun ochiq qilib tilimiz sangilab qolg'dak, xogo yeb kelamdi. Shundaymi? Oshqozimizdan vatvarkin bir chiqib etmamdi. Qizqimizni uchimiz vadak. Ha, shunday qilayli. Sizlarni saqlab turinglar. Men oyoq berib tikilay ya. Vi adash qara. Shundaq bir narsa bilan do'st bo'lib yuribdik. Qandoq deysan? Voy gap qilma. Boyatın sen yo'q vaqti var-ku. Sen yomon gapingni qilib, seni ikki mo'janga og'isiz qilib etadimi bir nima? Haras, eliq muyassardan qarmataq var-ku. Shuning oldida g'aybatingni qilib, seni setib etdi. Ana bilanchu 40 yil qinimizni bir qozonda qaynasak, qo'shilmaydigan, bir daryodan oqmaydigan bir nima bu. Undoq emas-tu. Men-chu Rayhonni o'qdan bilma. Uning sal og'zi qattiq, gaplar qo'pol bo'lgan bilan ko'ngli yaxshi. Balki xato tushunib qolgan o'xshaysa. Vi adash nim deydigansa, sening yangidan budur qilgan chechingni var-ku. Satrashxonaga kirganda to'laydigan pul yo'q, men budur qizib qo'ydim deb yurida bir nima. Vi o'ylab baqa. Biz qarab turib ochchapti keshning quli qarab qoldigan odamma biz. Sen bizchu tusi tepiva chaqirsa etiva odamlarning bolvaqisimi? Vi keldi. Ma mufin go'yanning qaqsi ekan, tan bakbayzi bak ichlik deydi. İchib boqinglar. Rahmat. Apla, telefonimning to'k tugab qopti. Men to'kdan kelib olay, ya. Menda ba, bo'ldi men mehmon qilaman. Dadamning salomatligi toz yaxshi emas, ansirab qoladi ekanman. Yana berib to'kdan kelib olay. Ma'qul adash. Voy adash qiziqmi yo'sa? Nima mehmon qilman deb yurisa? Qalani suyvami seninki? Elama sen chachlarini budur qilib qo'yganing yetib osha. Ha satrachxonaga kirsak 5-600 ko'yin olmay budur qig'il bo'lmaydi. U degan do'stlar orasidagi anchaki ishlar. Sening, mening degan kunimiz biz do'st bo'lmasak bo'ladi. Chunki do'st adash degan shaxsiy g'arazorlashgan kunning o'zi oxirlashidi. Mana, sen bu shundaq isil o'g'achqa, haq sendan osonla foydalanib ketadi adash. Diqqat qiljima, dushman degan qashqadin kelmaydi, yenimizli ba. To'kdanni ilib oldim. Haras Rayhongil. Ikkimiz tanishib qanchalik bo'lgandi? 1 yil bo'lgandi. Rayhon, sen bilan-chu? 20 yil bo'lganmiki deyman. Menimcha 40 yil bo'ldi deb qarayman. Qandoq deysa? Men seni tanig'ili 20 yil, sen meni tushangili 20 yil bo'ldi. 40 yil bo'lsa to'g'ri bo'lgandi. 40 yillik do'stlik degan ona bola, ot-singil qon qirindoshdan o'ta mehrlik, ona boladan o'ta tushunishlik bo'ladi. Saxtalik, hiyla-mikr, ishtorlik aralashmagan bo'ladi. To'g'ri deysan. Bizning boshqalarning oldida til qisinchiligimiz, o'rinda bo'lmagan va'da qasamlarimiz bo'lmagandikin, gap bilan nafga yaqin odamlardan jirag'roq turaylik. Yer qatiq osmondagi giz xijolat ilkida turib qoldi. Yer qatiq osmondagi giz xijolat